Neden? Neden? Ovoz berdiniz. Qilishib boshlabdi. Bundaq bo'laversa, qozonimiz chaqiladi. Nima? Nim qozon? Sizlar ovozinglar bilan jon boqsizlar. Bu sizning qozoningiz. Doktor, undaqda mening qozonimni siz o'xshab qo'ying. Mush yaqinda etadigan tomoq sal ko'p. Ham turlarimi taqalaymiqan. Ya. Endi tomoq yetishib bo'lmaydi. Faqat to'g'ri qaynish qilib bo'ladi. Doktor, mush yaqinda so'rinjaq siz bilasiz. Buning hammasi pullish uchun emas. Mush ba'zanlarning yuzi, ba'zanlarning so'z cho'ng degandek. Ya. Endi tayoq bilan joylab turing, ha? Sizlarning yilqi yolg'ondan aytib qo'ydigan ishinglarmi bor-ku? Naqshini qo'yib qo'yib, harakat qiladigan. Doktor. Restoran deba kirib shunda qilib bo'lgan bilan, ma bo'shanishga kirib unda qilib bo'lmaydi-da. Mush nurg'un qazonlar, mush bo'shanishga qilib ketdi emasmi? Bo'pti. Men sizga do'ringiz beray. Siz o'zingiz ko'proq asrang, ha? Agil muduq açılgılı, Hunça muduq qayrılgılı, Avadimiz şundaq midi, Ölmey tirik ayrılgılı. Altın tataymo, yambu tataymo, kelmey kelgeninge rahmet etaymo. Altın tataymo, yambu tataymo, kelmey kelgeninge rahmet etaymo. Shunda yaxshi bu. Bu ovozingiz bilan masala bayqamdimi bu? Şu bu naqshda chataq yo'q qara. Tuturang, ha. Boli churiya, boli kangana, hai mein ho gayi tere sachna. Boli churiya, boli kangana, hai mein ho gayi tere sachna. Tere din jile lagta main mar gaya, chalacha, soriya chalacha. Dilla chalacha. Qarang doktor, mushak kelganda mushta chataq chiqadi. Ha, bu masalami? Bu masala ovoz berisidan ko'p aloqasi yo'q. Lekin shu harakatlaringiz sal qozondan tashqari chiqibdi. Qozondan? Mishvatda. Şu doktor mening ovozim turib yo'qolib ketdi qara. Nega? Xuddi radio ovozdekmi? Yo'q, demakchi o'g'lim, ovozim boshqalarning ovozi o'zgarib qoldi. Mau sizning ovozingizda, xalqnikimi-ya? Bu o'zimning ovozi ish qilib shu turibmi shu? Ha, tushundim. Qanday kimning ovoziga? Abdulla Abdurayimnikigimi yoki Michael Jacksonnikigimi? Chaq. Masal o'chiq yurib parangni chiqamroq qadam emasmi? Shu menmo bilmayman qarang. Ish qilib bu ovoz nurg'un ishlarga sabab bo'ldi. To'g'ri. Ovoz degan bir odamning xasligi. Bundaqcha elib aytganda bu bir muqim mulk. Demak, bu yerda bir da'vo dastur paydo bo'ldi. Bundaq layli, men sizni bir tekshirib baqay, ha? Eg'izingizni yo'g'an aching. Ovozingizni bir xil titratang, ha? Ovozingiz shundoq normal-ku, bir kasallik ahvol bayqamidi. Bekadimga shuna bo'lib qolam doktor bu. O'tganda chuqum qodi yetib qolgan vaqtda so'q yetib qolgan bir yer bor. Hay, shundoq chapaliq tekshirishlar, CT, pH, nurg'un tekshirishlar sizningki kasallik ahvolingizni bayqamagan tursa,
Qarang, ovozingiz shundoq ray. Shu hozirgi hech qanday emas. Shu men bir ish qilsam, tashvishlansam, qo'rqsam o'zgarib qoldim. Men doktor, men boshqalarni toza qo'rqitishni bilib ketmayman. Lekin men o'sha sizning g'alati ovozingiz toza qiziqib qo'yaman. Hara siz nimadan qo'rqsiz? Men kichik vaqtimda o'joydan qo'rqatdim. Lekin qo'rqqan qo'shkunlar degandek o'joyni bir qatim ko'rib boqmadim. Hozir nimadan qo'rqsan demsiz? Ha, mundaqcha aytganda, sizdagi kasallik psixik to'salg'idan paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuni siz avval psixik doktorga ko'rinib boqing. Voy, yaxshimi? Voy, yaxshimisiz? Ay, shu o'tganda sal oldroq savol qilib qopdim. Shuni sizdan apple so'ray deb telefon qildim. Men sizga desam, ish bo'qiydigan xo'yni o'zgartmabdi degandek, men olim degan birman. Ozroq chiroq gap qilib qo'ysa, men o'shga yog'larim erib ketibdi odanga. Siz nerdan? Fursat bo'lsa yana bir ko'rsak bo'pti-ku. Sizmi bilasiz, bu ovozim turiblam o'zgarib qoldi qarang. Men shu bugun doktorxonaga kelgan. Ha, ovozingiz o'zgarib qolgan nima bo'ladi? Biroz kun aralashib ko'rib baqsaq, kunibmi qoladim? Voy. Voy. Qo'yapti-ku. Neden? Neden?